Assalomu alaykum obunachilar. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Oltiariq tumanida mana fermada mollarni tuyoq kasalliklarini davolash bo'yicha keldik. Xudo xolasa sizlarga mollarning holatini chiroyli videolarni qilib ko'rsatib o'tamiz. Videolarimizga like'larni bosib obuna bo'lib qo'yasizlar. Sizlarga chiroyli videolar chiqarib borishga astoydil harakat qilamiz. Mana bunday bo'lib ketgan oyoqlari janoblari. Yara bo'lib teshilib ketgan tuyoqlari. Anchadan beri qiynalyapti ekan bular. Xudo xolasa bugun mana buqamizda ham bor. Simentallarımızda ham bor. Hammasini videolarini qilib o'tamiz sizlarga. Videolarimizga like'larni bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Hammasini bitta video qilib o'tamiz sizlarga. Mollarning holati, oyog'idagi yaralar qanday holatga darajaga yetib borganini videolarini ko'rsatib o'tamiz.